Assalomu alaykum. Sinxron va asinxron kodlashni farqini bilib olishimiz kerak Telegram bot yaratishdan oldin. Demak, sinxron kodlash bu bizni har doimgi kodlarimiz, misol uchun Python kodlari qanday ishlaydi? Birinchi qandaydir funksiya ishlasa, u tugagandan keyin ikkinchi funksiya ishlaydi. Agar bu funksiya bilan sinxron o'zimizda oddiy funksiyalarimiz bilan Telegram bot yaratmoqchi bo'lsak, nima jarayon bo'ladi? Misol uchun bir odam keldi. Shu paytda qandaydir so'rov yubordi. So'rov 20 sekund ketdi. Keyingi foydalanuvchi keldida qandaydir yana so'rov yubordi. Unga 7 sekund ketdi. Bu foydalanuvchi bu tugamasi javob bera olmaydi. Ya'ni bot bunga javob berish 27 sekund. Keyingisini hisoblasa 37 sekund. Birdaniga 100 ta odam kirsa, ular hammasi ketma-ket kutib, navbat kutib turish kerak. Endi bu asinxron kodlash bu muammoni yo'q qiladi, ya'ni asinxron funksiyalarimiz bilan. Ya'ni bir vaqt o'zida, misol uchun, birinchi foydalanuvchi ikkinchi foydalanuvchiga umuman aloqasi bo'lmaydi. Ya'ni birinchi foydalanuvchi o'zining savolini berib, javobini 20 sekundda olsa, ikkinchi foydalanuvchi o'zining savolini 8 sekundga olishi mumkin. Bu serverni kuchi bilan ham bog'liq. Unisi keyinchalik qiladigan masalalarimiz. Demak, asinxron kodlash Telegram bot yoki qandaydir veb serverlarda ishlatish uchun bizga kerak ekan. Demak, asinxron kodlash qanday ishlatiladi? Oldin sinxron kodlashni ko'rib o'tamiz. Sinxron kodga oddiy misol, bitta funksiyamiz bor. Funksiya faqat task 1 boshlanmoqda degan xabar chiqaradi. Time degan kutubxona import qildik. Demak, bu time misol uchun sleep 2 deb yozib qo'ydim. 2 sekund kutadi va print task 1 tugadi degan xabar chiqaradi. Ishlatib ko'ramiz. Task 1 boshlanmoqda dedi. 2 sekund o'tgandan keyin task 1 tugadi. Buni ko'paytirishimiz mumkin. Misol uchun buni 3 sekund qilsam, task 1 boshlanmoqda, task 1 tugadi deb 3 sekunddan keyin aytadi. Endi xuddi shu funksiyadan ikkita qilmoqchi bo'lsak, mana hammasi ketma-ketlikda bajariladi bu funksiyalarimiz. Oldim. Task 2 deb nomlayman. Endi task 2 boshlanmoqda deyman. Bunisi 2 sekund turaversin. Vaqti 1 sekund bo'lsin. Task 2 tugadi. Bu qanday ishlaydi? Buni ham task 2 hozir ikkita funksiya ketma-ketlikka ishlaydi hozir. Ishlatib ko'ramiz. Task 1 boshlanmoqda deb xabar beryapti. Task 1 tugadi. Tugagandan keyin task 2 boshlanmoqda va task 2 tugashi 1 sekunddan keyin aytdi. Bular hammasi ketma-ketlikda bo'lyapti. Endi xuddi shu kodlarni asinxron kodlashda sinab ko'ramiz. Asinxron kodlashda bizga asinxron uchun kutubxona bor. Shuni import qilib olamiz. Demak, endi asinxron funksiyalar yaratish uchun mana shu async deb boshlanadi. Demak, shunday boshladik. Funksiyani chaqirib olamiz buni ham. Misol uchun buni ham task 1 va task 1 deb yozib oldim. Ichiga hali hech narsa yo'q, faqatgina bizga tursin bu tarafdagi xabarlarni olib olaman. Ichidagi xabarlar bir xil bo'ladi. Print task 1 boshlanmoqda. Faqat mana time sleep funksiyasi bizga kerak emas. Bu yerda asinxron kodlashda await degan kutish funksiyasi o'ziniki bor. Shuni ishlatamiz. Demak, bu funksiyani ishlatish uchun nuqta sleep, misol uchun 2 sekund kutmoqchi bo'lsak, 2 sekundda yozib qo'yaman. Demak, 2 sekund kutsin, print task 1 tugasin degan xabar chiqsin. Endi yana bitta bir yo'la ikkitani ishlatib ko'ramiz. Xuddi shu funksiyadan yana bitta olaman. Buni endi task 1 emas, task 2 deb belgilaymiz. Task 2 ishlayapti. Task 2 tugadi. Bunisiga mana 3 sekund vaqt berib qo'yamiz. Jami 5 sekund davomida ishlaydi. Endi buni asinxron funksiyalarni ishlatish sal boshqacharoq ishlatiladi. Bir vaqtga ishlatilgani uchun async def deymiz. Demak, umumiy qandaydir bitta funksiya yordamida ikkalasini ishlatsak bo'ladi. Buni main deb asosiy funksiya deb nomlab qo'ydim. Nomlab qo'yganimdan keyin ikkovini bir vaqtda ishlatsak bo'ladi. Demak, bizga mana bu yana await kerak. Await deymiz. Gather
Gazr degani to'plamoq. Hamma funksiyalarni to'plasin. Qaysi funksiyalar? Birinchi task1 ni to'plasin. Virgul qo'yamizda, keyin task2 ni ham shuni yozib qo'yamiz. Buni yozib qo'ydik. Endi run qilish qoldi. Run qilish uchun alohida funksiyasi bor. Zinc nuqta run deymiz. Qaysi funksiyaligini aytib qo'yamiz. Demak, main funksiyasini run qilsin. Endi ishlatamiz. Demak, ikkita funksiya qanday ishlashi kerak? Mana bu oxirgi 16-qatorga funksiya nomini xato yozib o'rgan ekanmiz. Endi to'g'ri bo'ldi. Demak, task1 boshlanmoqda, task2 boshlanmoqda. Birdaniga tugayapti mana. Bu birinchisi bir vaqtga ikkovini mana bu javobdan ko'ryapmiz. Konsolda task1 boshlanmoqda, task2 boshlanmoqda deb birdaniga xabarlar chiqdi. Ya'ni o'zi qancha vaqt tugagan bo'lsa, shu payt. Misol uchun, birinchisiga 5 sekunddan keyin tugasa, 3 sekunddan tugasa, hozir task2 task1 dan oldindan tugashi mumkin. Ishlatib ko'ramiz. Mana bir vaqtga boshlandi. Hozir task2 tugadi, 3 sekund o'tdi. Yana 2 sekunddan keyin task1 tugaganligi haqida xabar beryapti. Bu asinxron funksiyalar, bu demak bizga nima uchun yordam beradi? Bir vaqtning o'zida Telegramda, veb serverlarda ko'proq odamlar kelib qolsa, bir vaqtda ishlashini ta'minlab beradi. Sinxron funksiya esa o'zimiz ishlatadigan funksiyalar faqat ketma-ket ravishda ishlaydi bular. Misol uchun, birinchi funksiya ishlaydi, davomida ikkinchi funksiya ishlaydi. Farqi shunday ekan.